Salihə qızlarını gövdələndirdiğən ən rüşən belgisi vaqtını kontrol qılalığınıdır. Vaqtını kontrol qilish üçün üzgü can e'lon qilish kerakdir. Salihə qızlar üzgü can e'lon qilish üçün səhərni çiң tutquchilardır. Səhərdə bərəkət bar, himmat ham hikmat var. Allah Taala səhərdə chiqadigan bir shamol yaratgan bo'lib, bu shamol zikr va istig'forni Allah tarafga yetkazadi. Kech kirishi bilan arishning ostidan bir ovoz diqqat, obidlar qopsin deb nido qiladi. Ular qopib sahargacha namoz o'qiydi. Sahar vaqti bo'lganda bir nido qiluvchi diqqat, mag'firat talab qiluvchilar qopsin deydi. Ular qopib mag'firat talab qiladi. Tang yurganda bir nido qiluvchi diqqat, behud g'afla qopsin deydi. Ular ko'rpillardan qabrdan qopgan o'likda qopadi. Namoz bandani Parvardigoriga yaqinlashtiradi. Uni Allohning muhabbati va roziligiga erishtiradi. Nijot topquchi itoatman solihlarning jumlasidan qiladi. Bir hadis qudusda mundaq kelgan: Bandam nafl amallari bilan menga yaqinlashgan sari men uni yaxshi ko'raman. Qachon men uni yaxshi ko'rsam, men uning anglaydigan quloqi, ko'radigan ko'zi, tutadigan qo'li va yo'l yuradigan putiga aylanaman. Agar u mendan so'rasa, albatta uningga so'rag'ini beraman. Agar u mendan panohlik so'rasa, albatta uni panohimga olaman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nafl amallarga yuzlanishni yaxshi ko'rsatdi va shundaqla shu vaqtning o'zida musulmon insonning xarakterdagi hikmatining muazzizini amallashtirish, toatni davomlashtirishga kafolatlik qilish uchun yeniklik, aktivlik va rag'bat bilan o'ziga besim qilib olmasdan, zo'rlamasdan davomlashtirishni, tark etmasdan ibodatda normalniy bo'lishni haddidan oshirib etmaslikka da'vat qiladi. Shunda qizim, Allah eng yaxshi ko'radigan amal garchi oz bo'lsa-mu davomlashgan amaldir. Namoz amallarning eng fazilatliki va eng ulug'roqi. Namoz banda bilan Robb o'rtasidagi aloqa. U inson unidan quvvat, subat, rahmat va rozimanlik hosil qiladigan, uning bilan kirni, gunoh va xudolikni yuydigan munbat buloqdir. Allohning bir bandasiga bo'lgan muhabbatidan osmon va zamin ahlimi uni yaxshi ko'radigan bo'ladi. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Abu Hurayradan rivoyat qilingan tuvandagi hadis sharifdan isbotlab beradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq deydi: Agar Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, Jibrilni chaqirtib, haqiqatan men palonchini yaxshi ko'raman, sizlar uni yaxshi ko'ringlar deydi. Uni osmon ahli yaxshi ko'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam andin zaminda uningga qabullik qo'yiladi deydi. Agar Alloh bir bandani yomon ko'rsa, Jibrilni chaqirtib, haqiqatan men palonchini yomon ko'raman, sen uni yomon ko'rgin deydi. Jibril uni yomon ko'radi. Andin u osmon ahliga haqiqatan Alloh palonchini yomon ko'rdi, sizlar uni yomon ko'ringlar deb nido qiladi. Osmon ahli uni yomon ko'radi, andin uningga zaminda yomon ko'rilish qo'yiladi. Shunda qizim, tahajjud namozininki va saharninki ikki dunyodagi hikmatlari sanab tugatkusiz, haqiqatan ko'p. Men sana shularning ichidan bir qanchisini sanab o'tay. Birinchi, yer yuzidagi har turli ofatlardan Allah o'zi saqlab qoladi. Ikkinchi, yuzida ibodatning nuri chaqnab, yuzida nur ilohiy namoyon bo'lib, nurlanib ketadi. Uchinchi, tahajjud namozini qo'ldan bermaydigan kishini Allah kishilar orasida suyimli qilib ko'rsatadi. To'rtinchi, so'zga hikmat, kuch-quvvat va fasohat barakat beradi. Beshinchi, dunyoda dindan olim bo'lishni Allah nasib qiladi. Oxiratda namoyon bo'lgan hikmatlaridan qabrda yuzi nurli bo'lib turadi. Shundaqla hisobi oson bo'ladi. Pilsirat ko'rigidan chaqmoq tezligida o'tib ketishga Allah yordam beradi. Nom amalini bo'lsa Allah o'ng qo'lidan beradi. Mana shular dunyo ham oxiratda beriladigan fazilatlardandir.
Luqman Hakimning o'z o'g'li qilgan nasihatidim ham: "Ey avlodim, xo'roz sendan zerik bo'lib qolmasin. Sahar turg'un" degan ekanlar. Ey ko'zimning nuri, ojizana qizim. Sen ikki dunyolik baxt saodat tilmoqchi bo'lsang, tahajjudga turgan chog'laringda Allohga ko'p duo qilginki, kechida duo ijobat bo'lgan bir vaqt bor bo'lib, bir musulmonning dunyo va oxiratda baxt saodat tepish uchun Allohga qilgan duosi shu vaqtga udil kelib qolsa, Alloh uning tilgan narsani beradi. U vaqt hamma kechida bo'ladi. Rabbimiz har kechasi kechining 3dan dastlabki bir qismi o'tganda dunyo osmonga tushadi va "Men ilohman, men podshohman. Kim menga duo qiladi? Uning duosini qabul qilaman. Kim mendan so'raydi? So'rig'ini berman. Kim mendan mag'firat tilaydi? Uni afv qilaman" deydi. Bu tong yurgan qadar mushundoq davom qiladi. Qizim, saharda barkat bor, saharda ham hikmat bor. Sahardagi saf havo salomatlik uchun foydali bo'lib, umrni uzatadi. Shundaqla dunyodagi 99% muvaffaqiyat qozonuvchilarning hammasi saharni chang tutquchilardir. Sahar o'zini taraqqiy qildirish uchun yaxshi va to'g'ri vaqtdir. Sen saharni qo'ldan bermagin. Sen bularni hayotingning markaziga qo'yginki, kelgusidagi farzandlaringga namoz va nafl ibodat haqida tushundirman, qildirman deb mushaqqat chekmagaysan.